Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Bu jurnallar efendim haqida ishlangan son hammasi bo'lib, hozir Shvetsiyadagi 10 necha kütüphana ve mekteplerinin kitapxonalarga o'rlashdi. Bu Uyg'ur tilining yo'qolmasligida bir abida bo'lib saqlanadi deb qaraymiz. Maxsus kurash ko'san efendimga bag'ishlangan son. Bu o'z vaqtida efendim jiq ajr qilib ishlagan maxsus Uyg'ur yozuvchilarga bo'libmi özününki ijadiyetler tüpeylidən turmada yetiyotgan ziyalilerimizga, yazgıçılarımızga atalgan sahibe. Bu san bolsa meşhur kişilik hukuk faaliyetçisi, manevi anımız ve dahimiz Rabia Qadir Hanım'a hürmet bilen bağışlangan son. Bu sanlarının hemisi hazır devletli kütüphanada, ülkeli kütüphanada ve mektep qiraatxanalarında yerleşti. Bunundan fəxrlanışga arziydi deb qarayman. Hem bizni aytımı çoğ bir qadamni bastık. Merhum Erim Kösen efendimninki müzik sahasida qo'shgan töhfisi haqiqatan unutulg'usiz. Bu Shvetsiya davlat muzikxona va ovoz arxivxonasidan maxsus xodimlar bilan aloqalashish, ko'p qatimliq telefondan aloqalashish va bevosita usturani suhbatlashish orqali efendim ishlatgan 10 türlük müzik çalgılar, sazlar, hemisi devletlik muzikxonadan, qo'lyozmalar devletlik ovoz arxivlar tarafidan qabul qilindi, ham keyingi yili ko'san yili bo'lib tanlanib, keyingi yilda ijodlash oldida turmoqda. Bu 4-ayninki 10'da devletlik arxivdan Andrish Efendi, devletlik müzik muzeyidan Eva Hanım hem Eskustuna Muzika Medeniyet İdarəsinin başlığı Yonas Burman efendim men bilen paranlaşıp bu muzika çalgılarını devletlik muzika qabul qilgan vaqti. Bununda fotoğraflar var, gezit muxbirlar var, Uyg'urlar haqida nurg'un savol javoblar bo'lindi, ham merhum Erim Kösen efendim haqida nurg'un ahamiyatli suhbatlar bo'ldi. Ham bu gezitga shu kun cho'ng ro'jak bilan kultur birinchi betiga Sharq Go'huri Eskustunada saqlangan sarlavlik mashhur bir maqola e'lon qilindi. Muzikada efendimga intayin yuqori baho berdi. Sharqninki muzika durdanisi deb muzika so'zlarini shunday qildi. Andan yana Körash Kösen efendimga davlatlik muzikant, shoir, kompozitor, al suygan naqshchi qatorliq 5 yuksak bahoni berdi. Hem muzika alimi deb e'tirof qilindi. Bu xalqimizga bo'libmi Uyg'ur deb chaqachib o'tgan millat uchun nihoyat zo'r shon sharaf deb qarayman. Demak, efendimning asarlari butkul qo'lyozmalari, ovoz arxivi va ovoz materiallari qo'yilish bilan birga Uyg'ur xalqining madaniyat meroslari yakın zaman tarixida Yevropa muzeylardan tunji o'rin elib mangulik tadqiqot temasiga aylanish oldida turdi. Buni haqiqatan faxrlanishga arziydi deb o'ylayman. Bu gazet jurnalda maxsus efendim uchun bag'ishlangan son. Bu yerda yana qizimizningki ayninki 2 yoshdan oshgan vaqtida Angliyadan kelgan tarbiyachilari va Shvetsiyadagi tarbiyachilar bilan birga savollarga javob berib o'ynayotgan vaqti bu bir ahamiyatli ko'rinish ham saqlash qimmati bor deb qaradim. Yana muzika çalgılardan xushtar biyadi. Xushtar biyadi. Ondan efendimninki en muhim muzika qurallaridan dutar, tambur, xushtar, dab, ravab, yana dumbaq, Uyg'ur çalgılardan qatorliq 10 necha muzika çalgılar muzeydan o'rin olmoqchi. Asoslig'i yana dutar, tambur, yana sharq muzika, yana tarliq çalgılar va uzun bo'yliq çalgılar deb ayrilgan turlar bo'yicha bosh bo'lib bu ikki dutar bilan tambur ikki muzika
Uyghur xalqının söyülüp olğan oğlanı el oğlu Kurash Kosan efendimning nomi bilan otilib muzeyga o'rnashmoqchi. Ya'ni kelish manbasi Sharqiy Turkiston Uyg'ur xalqininki chalg'usi degan nomlar bilan o'rnashmoqchi. Buni iltimos qildim. Men tasdiqlanish oldida doim buyursa bu ishdan o'rnashidim. Ya'ni muzey qonun va ovoz arxivining mas'ullarining bildirishicha bu maxsus tadqiqot temasi bo'lish oldida turibdi. 2009-yili ya'ni efendim uchun bag'ishlangan nurg'un ahamiyatli faoliyatlar bo'lmoqchi. Efendimning ish faoliyatlari Shvetsiyadagi nurg'un konferenslarda, Daniya, Finlandiya, Turkiya, Kolumbiya, yana Germaniya qatorliq davlatlardagi nurg'un muzika, konferens, festivallarda nomi tilga ilindi ham ish izlari muvofiq tunishtirib o'tildi. Shuning izidan Uyg'ur Kurash Sultan, Kurash Kosan efendim va Uyg'ur xalqi hargiz unutilmaydi. Dunyoning har bir joyida aslig'ichilar, tadqiq qiluvchilar, o'zi beg'ishlovchilar ham izlanguvchilar mavjud bo'lib turdi degan bir tushunchani bilish mumkin. Aytim ahamiyatli xizmatlar bo'lmayapti. Mana bu gez partiyada bo'lsa, Shvetsiya TV, radio gezdi. U hurlik uchun muzika chog'ishi degan temada efendimga maxsus bag'ishlangan ham bo'ldi. Buningmi ahamiyatli izlanishlarda maqola berilgan. Yana bu sonda mashhur siyosiy faoliyatchimiz, ham liderimiz, ma'naviy onamiz Rabia Qodir xonim Shvetsiyaga kelgan parlament oldidagi so'rdim. Hozir qaray bo'lamiz. Balam to'xtab turing.